Shayton o'zini odam bilan qiyosladi. Qiyoslagani uchun Alloh g'azabiga uchrab, jannatdan quvildi, haydaldi. Qobil o'zini Qobil ukasi bilan qiyosladi. Qiyoslagani uchun qotilga aylandi. Ya'ni zalolatga ketdi. Yusuf alayhissalom akalari o'zini qiyosladi ukasi bilan. Shu uchun hasad tufayli uni quduqqa otishdi. O'zinglarni hech kim bilan qiyoslamanglar. Bu Instagramdagi hayot hammasi yolg'on. Odamlar o'sha yaxshi paytlarini qo'yadi, lekin unda hayotini ichiga kirsanglar, baxtsiz hammasi. Hamma o'zini hayoti bilan yashasin. Birovni maydoni yashil ko'rinib ketsa, u yaxshi deb o'ylamasin. Shu umuman olganda qiyoslash kerak emas odam. Mana shu Qur'onni tarjimasini, ruschasini 4 marta, o'zbekchasini qancha, uni ham 3-4 marta polniy boshdan oyoq o'qib chiqdim. Agar tafakkur, tadabbur qilib o'qisanglar, juda katta odamlarda ibratlar bor ekan.